Endi mana shunaqa yurak og'rig'i bo'lardiki, juda qattiq og'rib, siqib, xuddi o'lib qolish darajasiga borib qo'rqardim-da. Men mana shu больницаga kelmasdan oldin yuragim og'rib, qattiq siqilardi, xuddi o'lib qolaman derdim-da mana shu yuragimdan. Keyin shu больницаga kelib davolandim. 5 ta tomir qo'yishdi. Mana shu tomir hech hozir og'rimaydi hech qaysi yuragim. Men Bobomatov Abdurahmon Ubaydullayevich Sirdaryo viloyati Shayxonobod tumanidan keldim. Yoshim 67 da, 1959-yilda tug'ilganman. Xo'jayinimni tez mazalari bo'lmay turardi. Ularning yuraklari siqilib, uzoq yo'lga yura olmasdi. Hatto oxirgi paytlar 100 metr joyga ham yura olmay qoldilar. Keyin biz mana shu akademik Vohidov nomidagi xirurgiya markaziga keldik. Va shu yerda bu kishiga tomir qo'yish kerakligini aytishdi va buni jarrohlik yo'li bilan amalga oshirishlarini aytishdi. Men har doim Oybek Erkinovni Facebookda doim kuzatib borardim. Ularni jarrohlik yurak operatsiyalarini hammasini kuzatib borganman va shuning uchun men bu yerga olib kelgandim. Va bu operatsiyada bu kishini juda ham qo'li yengilligini, haqiqatda o'zini ishini ustasi ekanligini yana bir isboti bo'ldi. Hozir Xudoga shukr xo'jayinim yaxshilar. Endi bugun kech arafasdamiz. Yuragimga 5 ta tomir qo'yishdi, yangi tomir. Ana shu operatsiyadan keyin hozir yuraklarimda og'riq yo'q. Bugun 7-kuni uyga javob berishyapti, mana qaytyapman. Akademik Vohidov nomli xirurgik markazi tibbiyot xodimlariga biz oilamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu klinika haqiqiy ishonchli klinika. Men sizlarga og'rigan bemorlarga mana shu klinikaga kelib davolanishlaringizni maslahat berardim. Ishlaringizga omad tilayman, hurmatli shifokorlar.